Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun suxa suv, ya'ni bo'g'az mollarimiz, ya'ni tug'adigan, tug'ishga yaqin qolgan mollarimiz haqida ma'lumot beramiz. Shu bilan birgalikda mollarimizni suv ichish jarayonlarini, qandoq suv bilan ta'minlanishligi to'g'risida qisman sizga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga qo'llab-quvvatlash maqsadida like va podpiskalaringiz bilan o'zingiz ham qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Mana bu suxa suv mollarimiz. Bularning bog'lanish jarayoni, ya'ni odatda ko'p internetda, men o'zim odatda mol boqmaganligim uchun mol boqish jarayonlari haqida yaqindan bilishni boshladim. Ana shuni hisobiga men o'ylaymanki, o'zimga o'xshagan shu ma'lumotlarga ehtiyoj tug'iladigan jarayonlar bo'lib qolishi mumkin kimlardadir. Ana shuni hisobiga shuni ham gapirib o'tishlik o'zimga nima deb bildim, reja deb bildim. Oddiy misol, ko'p katta molxonalarda ham ko'ryapman. Xonaki molxonalarda arqon bilan bog'lab qo'yishgan. Vaholanki arqon bilan bog'lashlikda menimcha, meni o'zimning shaxsiy fikrim, bo'g'ilib qolishlik, osilib qolishlik holatlari ko'p kuzatilsa kerak. Shuni hisobiga mana shu sepni ham sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Mana bu sep, mana bu oxir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni karmushka. Karmushkaning balandligi, например, 50 sm. Soyozligi mana. Shuni qirg'og'iga uголni qo'yilganda, shunga mana qilib nima qilib ketilgan. Bunga sepni o'tkazib turib, sep bilib qo'yilgan, shunchaki qilib qo'yilgan mana. O'ylashimcha, mana shu holatda mollarda osiladi, osilmaydi emas. Osilish ehtimoli 10% bo'lishi mumkin. Chunki ko'p kuzatmadim, bir marta, yarim marta kuzatdim xolos bu yerda. Shuni hisobiga bu mollarimiz mana bu mollar birinchi tug'ishi. Hali adashmasam tuqqani, endi tug'adi. Bu ratda mana shu yerda 40 ta mol bo'ladigan bo'lsa, 40 ta o'rtacha 35 ta 40 ta mol bor. Shunga o'rtacha 1 tonna 200 quruq sulus kelyapti. Va shu bilan birgalikda suv ichib yotadi mana. Mana bu payilkasi mana. Payilkasi mana suv o'zi ichadi. Asosiy truba, suv trubasi mana bu. Bu yoqdan suv keladi. Xohlagan paytda suvini ichib, xohlagan paytda o'zini sulusini yeb yotaveradi. Mana bu, ya'ni tili, mana shu tilni bosadi, bosib ichaveradi. Kuzatyapman. 20 yillik tajribaga ega ba'zi bir mol boqadigan insonlarning gapini kuzatyapman. Aytishyaptiki, 2 mahal suv beraman deyapti. Vaholanki bu mollarni men kun bo'yi ishlash mobaynida ko'ryapmanki, mollar 5-6 marta kerak kuni bo'yi soatlab kerak bo'lsa suv ichayapti. Suxa suv bo'lsin, sog'on sigirlar bo'lsin. Har qanaqa holatda o'ylaymanki, oldida suv passiyani bo'lishlik kerak ekan. Odatda men mol boqmaganman. Mana shu yerga ishlash bahonasida kelib, taqdir taqozosi bilan rizqim shu yerda ekan, shunaqa bo'lib kelib, shu yerda mol boqish sirlarini qisman o'rganyapman, o'rgandim desam bo'laveradi. O'ylaymanki, sizlarga kerakli ma'lumotlarni qisman bo'lsa ham yetkazib oldim deb o'ylayman. Kanalimizga like va podpiskalaringizni ayamaysiz degan umiddaman. Chunki bu like va podpiskalar kanalimiz rivojiga, shu bilan bir qatorda shu ma'lumotlarni kimlargadir yetib borishligiga sizlar ham sababchi bo'lib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.